Mana bugun biza bittada o'xshab chiqadigan blinchik tayyorlaymiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi 2 ta tuxum, 4 osh qoshig'ida yog', yarim choy qoshiq tuz, yarim choy qoshiq shakar, 1 kosa un, ya'ni 150 gram unimiz kerak bo'ladi va 300 ml sut va 200 ml qaynoq suv kerak bo'ladi. Hozir birinchi ishni tuxum chaqib, tuz, shakar va yog' bilan yaxshilab aralashtirishdan boshlaymiz. Mana tuxum, shakar, tuz soldik. Endi yog'ni solamiz. Bularni hammasini bir xil massa bo'lguncha yaxshilab aralashtiramiz. Mana sutni ham soldik, yana aralashtirishni davom ettiramiz. Bu blinchimizni ham qiymali, ham shirin nachinkalar bilan bemalol qilsak bo'ladigan blinchik xamirini tayyorlaymiz. Mana sutni ham soldik, yaxshilab aralashtirdik. Endi un solamiz. Unni ham soldik, endi bir xil massa bo'lguncha yana aralashtiramiz. Mana bir xil massa bo'ldi. Endi qaynoq 200 ml suv solib yana aralashtiramiz. Mana 200 ml qaynoq suv hozir qo'shamiz. Endi yana yaxshilab bir xil massa bo'lguncha yana aralashtiramiz. Mana blinchigimizning xamiri tayyor bo'ldi. Endi tova skorotkamizni pishirib olamiz. Mana blinchimiz mana shunaqa suyuqlikda bo'ladi. Birinchi blinchik pishirishdan oldin skorotkamizni bir sidra yog'lab olamiz. Ozgina yog' solib. Shunda blinchiklarimizni yaxshi chiqadi. Mana blinchiklarimiz shunaqa teshik-teshik bo'lib, zo'r bo'lib pishadi. O'rta olovda pishirib olamiz blinchikni. Blinchikimizning usti mana shunaqa chiroyli bo'lib, qip-qizil bo'lib pishadi. Blinchiklarimizning hammasini pishirib olamiz. Blinchikimiz yana mana shunaqa g'o'y-g'o'y bo'lib pishishi uchun men pichoqning uchida ozginagina chang soda ham soldim. Mana hammasi bir xil shunaqa chiroyli bo'lib chiqadi blinchiklarimiz. Bizda blinchik ham qiymali, ham shirinli nachinkali qilayotganimiz uchun yarim choy qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz soldik. Agarda nachinkasi shirin bo'ladigan bo'lsa, shakar sal ko'proq solishimiz ham mumkin bo'ladi. Bizdan blinchik retseptini doimiy obunachimiz, kuzatuvchimiz kommentariyalarda o'z fikrini bildiradigan Nargiz opa so'raganlar. O'zingiz retseptingizni ko'rsating, blinchik qanaqa usulda tayyorlaysiz deganlar uchun shu blinchikni bugun tayyorlaymiz. Agarda sizlarga ham retseptlarim yoqayotgan bo'lsa, xohlagan taomingizni qanaqa taom men retseptim asosida qilishimni xohlasangiz, kommentariyada yozsanglar, o'sha retseptlarim bo'yicha qilib ko'rsataman. Agarda yoqayotgan bo'lsa retseptlarim, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Blinchigimiz mana shunaqa teshik-teshik bo'lib, zo'r bo'lib chiqadi. Albatta shu retsept asosida blinchik tayyorlab ko'ring. Qiymali blinchigimizga bitta osh qoshiqdan qiymalarni solib, chiroyli qilib tugamiz. Mana mazali blinchiklarimiz tayyor bo'ldi. Ham shirin nachinkali, ham qiymali blinchiklarimiz tayyor bo'ldi. Hozir qiymali blinchikimizni ochib, ichlarini ko'rsataman. Juda ham sochni bo'lgan, xamirlari ham yumshoqqina bo'lgan. Mana ichlari ham shunaqa sochni zo'r bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Shu retsept asosida ham juda ham sizga yoqadi. Qilganingizga afsuslanmaysiz.